Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, YouTube chorva ishqibozlari, qiziquvchilar, gruppa kanalimizni kuzatadiganlar. Yangilik molimiz. Yangilik bas endi chiqaryapmiz bitta-bitta. 2 kurakchi xonajin. Birinchi bolasi bo'lsa kerak. Bo'ylari 1.30 tepasida. 35. Yeyishi zo'r, xo'ra. 8-oyga o'tgan, xudo xolasa bola yaxshi katta tegyapti. Mollarimizga kechki yemni berganmiz. Yeyishyapti. Kuzatuvchilardan yana bitta iltimosimiz. Rahmat, shunchalik vaqt ajratib ko'ryapti. Bitta videomiz 500 ta, eng kami 1000 ta, 2000 ta bo'lyapti. Shu videoni ko'rayotganlar bitta podpiska bilan like bosib qo'ysa, boshqa bir odamlarga ham manfaatli bo'ladi. Rahmat, shunchalik e'tibor ajratib ko'ryapsizlar. Kichkinagina mehnatimizni kuzatyapsizlar. Biz blogerlik qilib bundan pul topish tirikchilik maqsadi yo'q. Shunchaki qilayotgan ishimizni baham ko'rish. Sekin-sekin xudo xolasa bilganimizcha tushuncha beramiz. Shu podpiska bilan like'ni bossalaring bo'ldi sizlardan. Mollarimiz. Bitta shu qo'ng'iroqcha bilan bitta like. 240 taga yetibmiz obunachimiz, kuzatuvchilarimiz. Mana rahmat, ko'rilish soni zo'r bo'lyapti. Kecha bir kunda o'zi 7,5 ming odam ko'rdi videolarimizni. Bo'lishinglar, iltimos, bitta podpiska, bitta like. Sizlardan boshqa odamlarga ham yetib boradi. Chiroqmiz. Malol kelmasa, shu qo'ng'iroqcha bilan tirsilatasizlar bitta. 1-2 kunda yana yangi sigirlarimizni ko'rsatamiz. Yana fermani ham olib qo'yaman. To'ldiramiz, endi yurgizamiz, kanalda yaxshi yurgizamiz.